Bugün biz ailede tonur kebap edişini günümüz. Tonur kebap edişini ben bilmeydim lekin bana akam ögütüp koydu. Ben bilen birlikte siz mi sınap yapın? Qo'yning go'shidan o'zingiz qarab chaqazliqqa qarta qilsangiz bo'ldi. Zanjivil, 2 tuxum, piyoz, laz uni, zirqarmishlar, tuzlar bosib bo'ldi. Manandek izish mashinamizga piyozni 2 tuxumni savolamiz. Aqidan zanjivilni to'g'rab savolamiz. Tuzdan azroq qo'yib, o'zinglar qarab, anandikin ziridan 2 qo'shib, laz unidan bak ochiq azroq qo'yinglar. Oq mushdan azroq. Uning ustiga azroq un qo'yamiz. Qunaq unidan unga o'xshash qo'ysak bo'ldi. Qanchalik un qo'ygan bo'lsa, qunaq unidan shunchalik qo'yamiz. Yarim piyola suv qo'yib, bularni yaxshi elashtiramiz. Elashtirganimiz mushla umachalat kelganda dasqa go'shimizni to'kib olib, qilgan qiyamimizni ustiga to'kib, toza elashtiramiz. Men burun qilsam piyozni cho'ng to'g'rab qilardim. Bu xil usulni mening 10 yillik tajribasi bor. Oshpaz akam o'rgatib qo'ydi. Mush usulda tamlantirib, buni az deganda 1 soat qo'yib qo'ysiz. Andan keyin duxovkangizning ost ustini 240 gradus qilib 40 minut atrofida pishirib olsangiz bo'ldi. Amaliyotda agar go'sht qilin bo'lsa, 1 soat pishirsangiz bo'ldi. Rangiga qarab yeb yiqib, meni asanlar bo'ldi. Tomoq usti kedima, bizning uyda 3 oshpaz bor. Cho'ng akam 10 yildan oshgan oshpaz. Akam asosiyatda milliy tamoqlarga usta bo'lgan keyin mush kebab turdagi tamoqlarni intayin o'xshaydi. Shuning uchun bu pishib bo'lgach hammamiz yeb bo'ldik. Intayin tamlik yeyishlik bo'pti. Yoqtirgan do'stlar, ajrimiz uchun yurakni besib, bir qo'shib olsanglar, alt-altini yo'llab olsanglar, rahmat sizlarga. 抖音